Alaykum, bu Kermis kanali. Endi qo'rqinchli videolar ham chiqarib turiladi. Faqatgina Minecraft emas. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda nima bo'ladi? Aynan biz meni qo'g'irchog'im o'zimni o'ldirmoqchi degan o'yin. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, qo'g'irchoqda. Davet o'yin bosamiz. Juda qo'rqinchli bo'ladigan umiddaman. Xo'sh, ko'rsatyapti bizga. Mayli bizga run buni bossak tez yuguradi. Nima tushundimman? Shuni oldim. Dad can you meni dadam ketdilar. Men bir o'zim qoldim uyda. Endi meni qo'g'irchog'im bilan qoldim. Qo'g'irchog'imga ovqat berishim kerak endi. Nima bersam ekan? Qani bir ko'raychi. Devorni qanday sakralardi? Bu taraf sakraladi. Mening qo'g'irchog'im. Bu eng yaxshi o'yin qo'g'irchog'lardan biri edi. Lekin menga baribir o'sha qo'g'irchoq yoqadi. O'zimiz personajimizga qiz bitgan. Sakraymiz. Qo'g'irchoq. Dadam, mama, onam, men, Ruby. Mr. Rio degan. O'zi boshlandi shunday. Bolalar 1 minut. Bolalar, men o'yinni bir taklifini ko'rib chiqdim men. Shuni bir kirsam, yo'l bo'lish kerak bolalar. Saka. Biz nima qilishimiz kerak bilmayapman-da men. Mana qog'oz ko'ryapsiz, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Tepaga chiqamiz-da, bo'lmasa. O'yin o'zining xususiyatlari bor ekan bolalar. Yashinayotgan joy bormi? O'tirib olishimiz ham mumkin. Bolalar, men tushunmadim. İyi. Ben açığını borsakça. Bolalar, men bir ikkita videolarni ko'rib, yana o'rganib olaman. Siz videoni ozgina o'chirib turaman. Короче, bolalar, men umuman tushunmadim. Nima deganimda, bu o'yinni ota-onasining xonasiga borish kerakmi, shunaqa ekan. YouTubedan ko'rib bir o'rganib oldim. Sira sakrab o'tamiz. Men tushunmayapman-da, ota-onasining xonasi qayerda bo'lsa bolalar?
Bu yerdan. O'tib yapmış-ku. Bo'lamasa hozir narsa ko'rsataman. Qo'rqib ketmasanglar bo'ldi. Men chiziqcha bilan qo'yib qo'ydim. Mana oq. Qalay Misr. Bizni ko'rishi ham mumkin ekanda. Uni nima agardan men tushunmayapman-da. Nima qilish kerak? Qaqalamay qo'rqib ketdim. Uxla. Umuman tushunmadim ben. Hemen yollar kolaylaştı. Yollarım kolaylaştı bog'lar. Bu videonun ikinci kısmını çıkışını xohlasanglar, videoga like bosib kanalga abone bo'lib qo'yinglar. Shundan bilib olishim mumkin. Ko'lamlar bu o'yinni tortaman deydi. Play Marketdan bu o'yinni hozir notebookda o'ynaganim bilan bu o'yin qizig'i mishka bilan boshqarar ekanda. Men umuman qiyin ekanmi bular? Bunaqa to'g'ri boraman desam, yurib bo'lmayapti. Deyapsam o'ldirmayman. Yurib bo'lmayapti bular. Bular o'yin iyi o'yin, iyi shunaqa o'yin. Umuman buni mag'lubiy, umuman hujum ham qilmaydi, nimalar qilmaydi ham. Xuddi biz Da bunlar umuman o'yin tushunmadim. David. Yig'lar ismi bor ekan. Jenny, Ruby ekan ismi. David. Ash to'g'ri bormoqchiman-da men. Qani bolalar bilmayapman-da men bolalar. Manimcha qilishdan boshlanilsam bilmayman. Endi ochildi bizda. Voy, ona nimaga? O'chiray ovozingni bilan. Ovozingni o'chir. Bola hozir ovqat yeyman. Uzum yeb o'tiribman. Mama, papa, ularga nima qildim? Dada, oyim, dadam nima qildi unga? Kimdir kelib
O'sha quyonga mana ish qilib kelib, men seni xotiningni taniyman. Va men u bilan bir kecha yotib turganman. Yomonligin. Endi hozir bizga ko'rdi bizni. Bosmaslik kerak. Bola o'lsa, mana aybim yo'q. Sir! Nima? Mr. Hoppy? Qoch. Men xonamga qaytishim kerak. Bola o'yin juda qiziqarli. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Aynan mayli sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videoda yana men bo'lishim mumkin.